Xo'sh, qo'yaman. Boldiringizni og'rib bormi sizdan? Bor, hamma yo'q. Bittachi? Bor. Bu yerda Hamma yo'qda bor. bellaringizda revmatologni muammosi ko'proq bo'lyapti sizda, tushunyapsizmi? Mana biz ortopedmiz. Ya'ni qoningizda shamollash bo'lmasa, biz davolasak natija juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin sizdagi mana og'riqlar, sizdagi simptomatika, sizdagi shikoyatlar ko'proq o'sha revmatolog tomonidan chiqyapti. Endi mana davolandingizmi, davolanmadingizmi? Bahorda davolanganim, Davolanmadingiz. Asosiy kasbiy faoliyat nima ish qilasiz? Kasbiy faoliyat. Uy bekasi. Uy bekasi eng qiyin soha vakillari hisoblanadi. Moldan bo'shamaydi, mol qayerdan chiqmaydi. Fermer xo'jaligini yillarning asosiy tashkilotchisi ekanda bu. Hop, uy ishi. Hozir sizdagi og'riq ponni bo'g'imlardami yoki katta bo'g'imlaringizdami? Hamma yo'g'im sinqirib og'riydi. Mana tizzamni bukalmaydi. Oyog'im, chapayog'im ko'p og'riydi. Chapayog'ingiz ko'p og'riydi. O'tirganda rosa qiynaladi. Bu kurtkazni yechib qo'yingchi. Oyog'ingizni oching mana. Oyog'ingizni ochamiz. O'tirib turasiz, qani? O'tirasiz. Yo'q, menda bukalmayman-da mana. Oxirigacha bukalmay qolasiz. Bo'ldi. Sekin yuringchi u tomonga opam. Shag'dam yuravering, qani? Og'riydi. Endi men tomonga keling. Sinqirib og'riydi. Keling men tomonga. Xo'p, qo'lim ushangchi. Mahkam siqingchi, qani? Siqing. Kuchingiz yaxshi. Buni siqingchi. Siqing. Yaxshi. Endi qo'lingizni yon tomonga uzating. Uzating. Endi qo'l tepaga ko'taramiz. Mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, mana bunga ancha bo'lgan. Ya'ni chap qo'lni tepaga ko'tarilyapti. Shto'ra bo'lyapti. Endi biz o'zbek xalqimizcha keyin necha uni qilib olay, buni qilib olay deb turib vaqt o'tkazib boradi demoqchiman-da. Endi o'tiring opajon, tizzani ochingchi. Chap tizza bo'g'imizda ham necha holatlarimiz kuchayib qoldi. Bunaqa etli ayol emas ekan. Nimaga etak kunda og'rib qoldi? Sovuq o'tganda. Buni ham ochingiz yo'lab. Sovuq. Bir teshirtirganimda nerv tomirlarida kuchli shamollashlik analizimda. Boshingizni qo'yib olasiz. O'ng oyog'ingizni ko'tarasiz tepaga. Ko'tarasiz. Uzatasiz. Chap oyog'ingizni ko'tarasiz. Ko'taring. Tushirasiz pastga. O'ngini buklaysiz. Yozasiz. Chapini buklaysiz. Yozasiz. Yaxshi. Yana buklangchi. Yozamiz. Yana buklaymiz. Yozamiz. Yaxshi. Endi qorin machasi yoting opajon. Xo'sh, qo'yaman. Boldiringizni og'rib bormi sizdan? Bor, hamma yo'q. Bittachi? Bor. Bu yerda Hamma yo'qda bor. bellaringizda Belimda og'riq yo'qolib ketdi. Bag'dachi tepalarda. Bor, shu yelkalarim hamma yo'q og'riydi. Boshim ham ko'p og'riydi. Bo'ldi, o'tiramiz. Mana endi opamizdagi holat bo'yicha gaplashganimizda opamdagi umumiy holat ko'proq revmatolog tomonidan bo'lyapti. Ya'ni revmatologni muammosi ko'proq bo'lyapti sizda, tushunyapsizmi? Mana biz ortopedmiz. Ya'ni qoningizda shamollash bo'lmasa, biz davolasak natija juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin sizdagi mana og'riqlar, sizdagi simptomatika, sizdagi shikoyatlar ko'proq o'sha revmatolog tomonidan chiqyapti. Endi meni maslahatim, avvalo birinchi o'rinda revmatologga ko'rinish kerak. Revmatologga ko'ringaningizda qon tahlillari aytishadi. Hozir bu yerda tomografiya tushirib, UZI qilib, rentgen qiladigan holatlar yo'q. Oldin qon tahlili qilingandan keyin unga qarab turib yagona diagnozni qo'yishingiz kerak ekanda. Endi sizga bitta yaxshiroq revmatolog aytaman. Ko'rib olishadi. Biz tomondan bitta kamroq bo'lyapti. Endi men nechina qilsam ham natija sizda yaxshi bo'ladi, lekin revmatolog qilsa bundan ham yaxshi natija bo'ladi. Xo'pmi opa? Endi so'g'lar o'tib ketgancha opamiz mehnat qilgani o'zini ta'mirlamagan orada. O'shaning uchun endi bundan bag'ich o'zingizga tortib turasiz, xo'pmi opa?